Salom do'stlar. Bugun biz bir vaqtda Charlie jinini 3 tasini bir vaqtda sinab ko'ramiz. Qani o'xsharmikan? Bizga kerak mana shunday qalamlar va 3 ta qog'oz. Keyin ruchka ham kerak bo'ladi. Biz bularni pastga yerga qo'yib olamiz, uchalasini birga terib, shunday terib endi biz ustiga qalamlarni yaqinroqqa mana shunday terib olamiz. Mana xuddi shunday qilib biz terib olishimiz kerak hammasini. Biz undan oldin esa qalamlarni yig'ishtirib olib, ha yoki yo'qni yozib chiqishimiz kerak. Taxminan shunday. Like bosib ketinglar do'stlar. Men bu narsalarni tezlashtirib time-lapse yozib chiqqanimgacha siz ungacha like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana biz bo'ldik. Menga qarat kamerani, menga qarat. Endi buni biz tekisroq joyda qilib olamiz. Taxminan shu yerda. Biz chetda qilsak yaxshi bo'ladi. Mana tekisroq joy ekan, narigi tomonga qaraganda. Endi bu yerga 3 ta qog'ozni birga qilib qo'yib olaylik-chi. Qo'rqinchli bo'lmas. Endi ruchka ham kerakmas. Menga qarat, menga qarat. Ana endi otib yuboramiz. Ana endi biz buni yana time-lapse sizlarga ko'rsatamiz. Zerikib qolmasligingiz uchun. Ungacha men sizlarga gapirib turaman. Obuna bo'lib like bosinglar. Allohim 1 yilda 1 million bo'lgan. Men bo'lamaymanmi? Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib. Sizlardan nima ham ketardi? 1 sekundlik vaqt. Mana biz buni qilib ham oldik. Charlie, sen shu yerdamisan? Charlie, sen shu yerdamisan? Charlie, sen shu yerdamisan? Qog'ozlardan. Men o'zi bunday jinlarga ishonmayman, shaytonlarga. Shuning uchun sizlar ham ishonmanglar deb men sinab ko'rsatyapman. Like bosinglar. Endi biz Charlie, sen meni o'ldirasanmi? Charlie, sen meni o'ldirasanmi? Charlie, sen meni o'ldirasanmi? Voy bila bergan savolimdi. Ol. Ye bila qimladi. Ol. Mana bizdan hech qaysi biri o'xshamadi. Men sizlarga isbotladim. Like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.